Hurmatli talabalar, demak sizlar bilan qon bosimini o'lchash amaliy ko'nikmasini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda, demak biz bemor bilan salom-alik qilib, hamma shikoyatlarini so'rab, endi qon bosimini o'lchashga navbat keldi. Biz bemorga aytishimiz kerak. Qon bosimingizni o'lchaymiz. Rozimisiz? Rozi bo'lgandan keyin, demak biz qon bosimini o'lchaymiz. Birinchi navbatda mana bu kitobda qarasak, demak manometrni tekshirishimiz kerak. Bemor kelganda, demak bemorga biz dam berishimiz kerak. 5 minut bemor dam olish kerak. Yana yarim soat davomida ovqat yemagan bo'lishi kerak, kofe ichmagan bo'lishi kerak, sigaret chekmagan bo'lishi kerak. Undan keyin biz manometr tekshirib olamiz. Kiyimni yechamiz, sizdan so'raymiz, mana shu yergacha kiyimni yechsangiz, xalat yechsangiz yaxshi bo'lardi. Demak, mana bu strelka 0 da bo'lishi kerak. Keyin 0 da bo'lgandan keyin bemordan biz so'radik kiyim yechishini. Kiyim aslida bo'lmas kerak. Juda ham to'g'ri qisib qo'ymas kerak kiyim yechaman deb, undan bir yechitish kerak. Ba'zilar qalin kiyimda keladi-da, tortib olgan nima qilgan vaqtda tomir qisilishi mumkin. Endi biz kiyimni yechishni turishimiz kerak. Mayli, hozir endi mana shu darajada qondiqish hosil qilamiz. Demak, mana shu yerdan mana tirsak chuqurchasidan 2 sm yuqoriga qo'yamiz. Kitobda berilishicha mana bu rezinalar mana shu arteriya bo'ylab joylashishi kerak. Mana qo'lini yurak sohasida, yurak sathida qo'yamiz. Mana shu yerdan qistiradigan bunaqasi ham bor. Ana beri ham bor. Mana buni quloqchalarini aqsangiz, mana bu yerda buni ildirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana yurak sathida o'ldi bu manometr. 2 sm yuqorida. Endi biz arteriyani 3 ta barmoq qo'yilib biz topamiz. Topinglar o'zlaringizda. Mana shu yerda medial tomonda arteriyani pulsini topamiz. Shuni ustiga biz fanendoskopni qo'yamiz. Fanendoskopni qo'ydik. Endi buni yopamizda baloncha bilan bosim beramiz. Evet. 2 minut pauza beramiz. 2 minutdan keyin yana bitta o'lchaymiz. Hozir qancha bosim berdim mana? Bosim berganimda puls darajada tom eshitilishi yo'qoladi. Qon bosimi nechi bosim bo'lsa, masalan 110 ekan o'shida qon bosimlari sistolik 110 dan keyin eshitilmaydi. Tom eshitilmaydi. Yana 30 ta ko'tardim, 140 gacha ko'tardim. Keyin 1 sekundda 2 mm tezlik bilan tushirdim. Birinchi eshitilgan ton bu Korotkovning birinchi toni, ya'ni sistolik bosim hisoblanadi. Oxirgi eshitgan tonimiz bu diastolik bosim hisoblanadi. 1 minut, 2 minut pauzadan keyin yana bir o'lchaymiz. Agar ikkita o'lcham orasida 5 mm dan ko'p farq bo'lsa, demak 3-marta yana o'lchaymiz. 3-marta o'lchaganimizdan keyin 3 ta nimani qo'shib o'rtachasini chiqaramiz. Va bemor demak kartasiga buni qayd qilib qo'yamiz. Qaysi qo'lda baland bo'lsa, mana birinchi marta kelganda ikkita qo'lidan o'lchaymiz. Qaysi qo'lda baland bo'lsa, demak keyingi safar doim o'sha baland bo'lgan tomondan o'lchanadi. E'tiborlaringizni